Oybek aka, instrumentlar sterilizatsiyalanganmi? Mana shu savol stomatologlarning eng yomon ko'rgan savoli, lekin to'g'ri savol berasiz. Hozir men sizga stomatologiyaga kelib, instrumentlarni sterilizatsiya darajasini bildiradigan bitta belgini o'rgatib qo'yaman. Mana shu kraft paketni o'zida indikatorlar bor. Mana ikkita indikatori bor. Agarda instrument yaxshi sterillangan bo'lsa, mana bu och rang, mana bunaqangi bo'lib, to'q rangga aylangan bo'ladi. Agar sterilizatsiyani sifati past bo'ladigan bo'lsa, mana bu pastdagi och rangga o'xshab, tepasi ham xuddi shunaqa och bo'lib turadi. To'q rangdagi bu sterilizatsiyani yaxshi bo'lganligi, och bo'lib tursa agar ikkalovi ham bu sterilizatsiya yaxshi emas deganligini bildiradi. Bundan tashqari ichida indikator ham bo'ladi. Bu indikator ham rangi xuddi shunaqa och bo'lib tursa sifati past, to'q bo'lib tursa demak sterilizatsiya darajasi yaxshiligini bildiradi. Endi siz qo'rqmasdan stomatologiyaga borib turib, instrumentlarni sterillanganlik sifat darajasini bemalol aniqlay olasiz. Bu videoni eng yaqin tanishlarga jo'natib qo'ying. Salomat bo'ling.